Kiramikinman jannatga? Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, lekin o'tadi ketadi. Jannatga kiramikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganini kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu narsa jamlansa, Alloh qo'rqqanidan panoh berib, umid qilgan narsasi yetkazadi dedi. Kiramikinman jannatga? Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, lekin o'tadi ketadi. Jannatga kiramikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganini kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu narsa jamlansa, Alloh qo'rqqanidan panoh berib, umid qilgan narsasi yetkazadi dedi.